Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 1-fevral va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin sizlardan iltimos, kanalga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Katta rahmat. Birinchi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Bu yerda Новые люди degan partiyaning rahbari Vitaliy Davankov Rossiyada mehnat muhojirlariga qo'llanadigan shtraflarni 10 marotabaga ko'paytirishni taklif qildi. Uning so'zlari bo'yicha bugungi kunda mehnat muhojirlariga qo'yiladigan shtraflar shu eng ko'p 5000 rubl bo'lmoqda. Aynan shu 5000 rublni 50000 rublgacha ko'tarilish haqida gapirib chiqdi. Bunday choralar mehnat muhojirlaridan ko'proq pul yig'ishga olib keltiradi va Rossiyaning g'aznasiga ko'proq pul olib keladi. Bu deputatning fikri bo'yicha bunday choralar bundan tashqari yana mehnat muhojirlarini qonun buzishdan boshini tortishga yordam beradi. Albatta bu taklif Rossiyaning Dumasiga yoqgan, chunki hozir ko'rib turibmiz, Rossiyaning byudjetida pul qolmayapti. Har kuni milliard pullar aynan Ukrainada bo'layotgan vaziyatga ketib qolmoqda. Rossiya bo'yicha ham bizneslarga soliqlar ko'tarilgan va bu taklif albatta millatchilarga, deputatlarga yoqgan. Va mening fikrim bo'yicha bu choralar yaqin vaqtda Rossiyada qabul qilinishi hech gap emas. Lekin bir narsani bu akamiz unutmoqda. Agarda bunday shtraflar qo'llansa, bu degani avtomatik ravishda mehnat muhojirlari bu shtraflarni to'laydi degani emas. Yo'q. Nabarot, hozirgi kunda bu shtraflarni shu 5000 rubl bo'lsa ham kimdir to'layotgan bo'lsa, agarda bunday shtraflar qo'llansa, mening fikrim bo'yicha umuman hech kim to'lamaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bugungi kunda shu 5000 rubl deb mehnat muhojirlar sudga bu shtraflar ustidan o'z da'volarini yuborishmayapti. Buni o'rniga shtraflarni tinchgina to'lab qo'yib, o'z ishini davom etmoqda. Agarda shtraflarni 50 mingga chiqarib qo'ysa, ishonchingiz komil bo'lsin, har bir mehnat muhojir bunday shtraflar ustidan sudga da'vo yuboradi. Bu degani Rossiyaning sud tizimida ish anchagina ko'payadi. Bu haqida Davankov va unga o'xshagan millatchi deputatlar o'ylab ko'rishdimi? Mening fikrim bo'yicha yo'q. Bugungi kunda shu mehnat muhojirlarga nisbatan qandaydir ularni vaziyatini Rossiyada og'irlashtiradigan yangiliklar yoki bir takliflar bor bo'lsa, umuman siyosatga, iqtisodiyotga tegishli faktorlarni o'ylamasdan shu gapirib chiqish hozir moda bo'lgan. Siz bu haqida nima o'ylaysiz? Albatta kommentariyada yozinglar. Do'stlar, imkoniyat bilan foydalanib eslatmoqchiman. Uyga pul yubormoqchi bo'lsangiz, faqat Mir Privileg ilovasi orqali yuboringlar. Pul yuborganingizda promokod o'zbek tersangiz, shunda siz Rossiyadagi Saxovat fondiga yordam berasiz. Xo'sh, shu yerdan ssылка chiqadi, yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Keyingi yangilik O'zbekistondan keldi. Bu yerda O'zbekiston hukumatı Rossiyaning O'zbekistondagi elchini taklif qilgan va undan Rossiyada shu reydlar jarayonida mehnat muhojirlarini huquqlari buzilayotgan vaziyatlarni oldini olishni talab qilishdi. Rasmiy ma'lumotga binoan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisidan talab qilgan narsalar bu birinchidan Rossiyaning qonunchiligiga rioya qilib bunday reydlarni o'tkazish. Chunki Rossiyaning qonunchiligida yozilgan odamlarga nisbatan hurmat bilan huquqlarini himoya qilib bunday harakatlar amalga oshirilishi kerak. Hech qanday millatchi guruhlarni bunday reydlarga taklif qilish kerak emas. O'zbekiston fuqarolarining hujjatlari tekshirilayotganda ularga munosabatni to'g'ri yo'lda yurg'izish kerak. Hammamiz guvoh bo'ldik, Rossiyada shu reydlar jarayonida O'rta Osiyolik fuqarolarga nisbatan har xil beadolatliklar ko'p bo'lgan. Masalan, o'tgan oyda shu reyd jarayonida bir O'zbekiston fuqarosi komaga tushib qolib vafot etgan. Bundan oldin Ozarbayjon fuqarolariga nisbatan ham bunday nohaq harakatlar bo'lgan. Xulos aytmoqchi bo'lganim, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston o'z fuqarolarini Rossiyada himoya qilishga tizimlarini albatta kuchaytirish kerak. Chunki ko'p holatlarda afsuski Rossiyada faqat shu o'z vatanini hukumati bunday vaziyatlarda yordam berishi mumkin. Bundan tashqari imkoniyat bilan foydalanib sizlarga eslatmoqchiman, agarda Rossiyada siz bunday vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, hech tortinmasdan prokuraturaga da'vo beringlar. Rossiyaning prokuraturasi MVD bo'ladimi, FMS bo'ladimi, Rosgvardiya bo'ladimi, shu idoralar ustidan o'z nazoratini olib boradi. Va sizga nisbatan kuch ishlatilgan bo'lsa,
Xudo saqlasin, sizni kimdir urgan bo'lsa, kartangizdan pul o'g'irlagan vaziyatlar bor, shu MVD xodimlari tomonidan. Shunaqa vaziyatga duch kelgan bo'lsangiz, albatta primoy o'zingizni rayoningizdagi prokuraturaga borib da'vo berishga haqlisiz. Rossiyaning Ichki ishlar vazirligining rasmiy ma'lumoti bo'yicha 2025-yilda Rossiyada mehnat muhojirlarining soni 10% ga kamaygan. MVDning ma'lumoti bo'yicha hozirgi kunda Rossiyada 5 million 700 ming chet el fuqarosi yashab kelmoqda. Bularning ichida voyaga yetmagan chet el fuqarolarining soni 25% ga kamaygan. Ha, bu aynan shu maktablarga kira olmagan mehnat muhojirlarining bolajonlari. Ular o'z vataniga qaytib ketishdi. Mana tasavvur qiling, shuncha yil Rossiyada mehnat muhojirlariga nisbatan qonunchilik asabiylashmoqda, qiyinlashtirilmoqda va shuncha harakatlardan keyin faqat 10% ga mehnat muhojirlarining soni kamaydi. Nimaga desangiz, chunki bir tomondan biz millatchi siyosatchilarni ko'rmoqdamiz. Ular har kuni mehnat muhojirlarga har xil yomon gaplar gapirib, har xil qiyinchiliklar tug'dirishga qaratilgan shu qonunlar kiritishmoqda va boshqa tomondan jim turgan iqtisodiyot sektori bor. Bular televizorga chiqib, dumalarda ko'p gapirishmaydi. Bularga ishchilar kerak. Xullas, niyat qilamanki, yaqin vaqtda Rossiyaning iqtisodiyotchilari har xil millatchi siyosatchilarni yutib chiqishadi. O'tgan hafta Qirg'iziston hukumati Rossiya ustidan EAS sudiga da'vo yubordi. Bu da'voga binoan Qirg'iziston hukumati Rossiyadan shu qirg'izistonlik mehnat muhojirlariga polislarni rasmiylashtirishga yordam beradigan tizimni yo'lga qo'yishni talab qildi. Bilasizlar, hozir Rossiyada Qirg'iziston, Qozog'iston fuqarolar patent ishlashga haqli. Bunga asos bo'lganligi bu davlatlar Rossiya bilan EAS soyuzga kirganligi. Bu Евразийский экономический союз degani. Aynan shu soyuzga kirgan davlatlarning fuqarolari Rossiyada patent ishlashga haqli. Bu soyuzga kirgan davlatlarning fuqarolari nafaqat Rossiyada patent ishlash, balki o'zlariga va oila a'zolariga OMS polislarni rasmiylashtirishga haqli. Va aynan shu huquqlarni talab qilib Qirg'iziston fuqarosi Rossiya ustidan sudga o'z da'vosini yubordi. Shu zahot Rossiyaning millatchilari buni ko'rib, o'z e'tirozini bildirishni boshlashdi. Ularning so'zlari bo'yicha Rossiya Qirg'iziston fuqarolari uchun hech narsa qilishi shart emas. Bu degani, Qirg'iziston fuqarolariga kerak bo'lsa, borib to'lab OMS polis olishsin. Lekin bunga Qirg'iziston yuristlari o'z javobini qaytarishdi. Xullas, shu soyuzni tashkil qiladigan shartnomani 98-moddasi bo'yicha ishlab kelayotgan davlat mehnat muhojirlariga polniy sotsialniy обеспечение qilib berishi shart. Va nafaqat ishlayotganlarga, balki ularning oila a'zolariga. Bu degani, Rossiya imzo qo'ygan hujjatda bunday talablar bor. Endi bu vaziyat bo'yicha EASning sudi qanday qaror chiqarishini biz kutib qolamiz. Bir nechta hafta oldin shu Samarada millatchi deputat Matveyevni boshiga urgan 3 ta O'rta Osiyolik mehnat muhojir suddan ozodlikka chiqqanligi haqida yangilik chiqdi va shu zahot millatchilar bu yangilikni olib, mana Samarada noqonuniy sud qarori chiqarilgan, bu odamlarni qamash kerak edi deb rost o'z e'tirozini bildirishdi. Va mana endi Rossiyaning tergov qo'mitasining rahbari Aleksandr Bastrigin bu sud qarori ustidan o'z fikrini bildirdi. Uning fikri bo'yicha bunday qarorni qabul qilgan sudya ishdan ozod qilinishi kerak. Xullas, bunday qarorni qabul qilgan sudyaga nisbatan hozir qattiq bosim bo'lmoqda. O'z o'rnida men juda hayron bo'ldim, qanday qilib tergov qo'mitasining rahbari sudyaga nisbatan o'z fikrini bildirishi mumkin. Rossiyaning konstitutsiyasida yozilgan, bu исполнительный bilan судебный властlar, ular umuman bir-biriga tegishli joyi yo'q. Va bundan tashqari sudyalarga nisbatan qandaydir bosim qilish, ularning erkinligini qandaydir cheklash, bu Rossiyada shu noqonuniy harakatlar deb topiladi. Xullas, bu vaziyatda niyat qilamanki, Rossiyaning судебный korpusi, sudyalari bu vaziyatni o'rganib chiqib, shu Samaradagi sudyaga yordam va podдержка qilishadi. Rossiyaning Adliya vazirligi bir rasmiy ma'lumot bilan chiqdi. Rossiyada qamalgan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston fuqarolarini vatanga yuborish holatlari ko'payib kelmoqda. 2025-yilda Rossiyada sudlangan va vatanga qaytarilgan O'rta Osiyolik fuqarolarning soni 4,5 marotibaga ko'paygan.
Xullas, endi bu degani, agarda sizni qarindoshingiz Rossiyada sudlanib qamalgan bo'lsa, uni vatanga qaytarish ehtimoli endi ancha baland. Rossiyaning Adliya vazirligining rasmiy ma'lumoti bo'yicha, bunday harakatlar boshlanganligining asosiy sababi shu Rossiya byudjetidan O'rta Osiyoliklarni zonalarda saqlashga ketayotgan mablag'larni ekonomiya qilish. Oddiy deb aytganimizda, ularga pul ketkazmaslikka qaratilgan. Va mening fikrim bo'yicha bunday holatlar 2026-yilda faqat ko'payib kelaveradi. Xullas, agarda sizni yaqiningiz Rossiyaning zonasiga tushib qolgan bo'lsa va siz uni vatanga qaytarish imkoniyatlari bilan o'rganib chiqmoqchi bo'lsangiz, unda Rossiyada ishlayotgan bizning advokatlarimizga murojaat qiling va sizning Rossiyada qamalib qolgan yaqiningizni ishini ko'rib chiqishga biz harakat qilamiz. Moskvada mehnat muhojirlariga qalbaki patent, registratsiya, трудовой договорlarni qilib beradigan shaxslar qo'lga olinishdi. Стоимость незаконных услуг составляла от 3 до 20 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по местам временного проживания. У них проведены обыски, в ходе которых оперативники обнаружили и изъяли поддельные миграционные документы, оборудование для их производства, печати, штампы и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Agar sizga bunday hujjatlarni kimdir rasmiylashtirib beraman demoqchi bo'lsa, juda ham ehtiyot bo'linglar, chunki aynan shu hujjatlar bilan politsiyani qo'lga tushib qolsangiz, sizga nisbatan poddelka dokumentov deb jinoyat ishi qo'zg'atilishi hech gap emas. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz aynan shu loyihalardan iborat. Agarda siz savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, biz har doim ularga javob berishga harakat qilamiz.